Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Samkoch hududida Yugoslavskiy proyekti 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan. Prixoj zonalari keng, bir kattalar spalnisi bo'lyapti, bir kladovый zona. Bez remont kvartiramiz, kim bez remont kvartirasi bilgan bo'lsa, bu yer detskiy. Polniy remont qilib yashash uchun sharoit qilsa bo'ladi. Issiqlik energiyalari qilingan, isib turibdi hozirgi kunda ham, sovuq kunlarda. Bu yer mehmonxonamiz bo'lyapti. Balkon 7 metrli balkon. Bu tomon kuxnyamiz bo'lyapti. Kuxnyamiz juda ham keng. To'rxonaga o'zgartirib bu yerda kuxnya o'tiradigan zona qilib yopsa bo'ladi bu yerda. 50.000 AQSh dollari so'ralyapti. Yana savdosi bor bu yerda. Sanusi razdelniy bo'lyapti.